Neli? Yeni açık verdim уже. Ayağında duruştan açık. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir xudo xohlasa sistema отопленияmizni impulsni promovkada yuvamiz. Mana bu radiatorlarimiz juda tiqilib qolgan deyapti. Mana shunaqa qilib hozir mana bu filtrda загрязненияларni ko'ramiz. Xudo xohlasa ko'rib oling. Mana bunda kompressor orqali xudo xohlasa impuls beramiz. Hozir ish jarayonini ko'rsatib o'taman. Xullas mana yurtdoshlar, hozir ish jarayonimizni boshladik. Hali impulsni qo'shmadik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Filtr qanaqa bo'ldi. Hozir endi toza suv chiqqunicha o'zini aylantiramiz. Ana keyin radiatorlarni birma-bir ochib impuls beramiz. Xudo xohlasa. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana bu yerda vodoprovoddan hozir prямой обратчасiga ulaganmiz. Mana xullas hozir impulsni qo'shdik. Mana impuls orqali boya ko'rayotganlaringizdek oppoq suv mana qop-qora bo'lib chiqyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bundan oppoq suv chiqayotgan edi. Hozir mana shu tarzni oppoq suv chiqqunicha davom qilamiz. Mana bunda impuls beryapti. Ko'rganlaringizdek. Hozir mana 3 boriga tuzib qo'yibman. 5 sekundda bir impuls beryapti mana. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'prik pol, отопление sistemasi yuvib chiroyli qilib beramiz. Xohlasangizlar kislota bilan yuvamiz, xohlasangizlar suv bilan. Mana xudo xohlasa birinchi radiatorimizda уже oppoq suv kelib boshladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir oxirida osatgani ko'rsataman. Mana bu filtrning tagiga o'rnab qoladi. Hozir endi birinchi radiatorimizni ilamizda, ikkinchi radiatorga o'tamiz. Oxirdan kelyapmiz. Mana xullas gidroimpulsni promovka jarayonimiz tugadi. Ko'rishlaringiz mumkin, oppoq suv chiqyapti. Mana shunaqada ham. Hozir eng oxirida hamma radiatorlarni ochdik. Bu da yani yağda üstünden bedava sağladı. Satacağım görüşleriniz. Hem kaçırdı hem üstünden bedava. Ben de bu malzemeyi hanımızı görüyorum ama. Yani hatta görüyorlar. Tablosunlar. Yan yerimizde. Çünkü buranın birbirine bakıyor. Şu bilan promovkamiz tamom. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, описаниеda telefon nomerimni qoldiraman. Xorazm bo'ylab xizmat bo'lsa qilib beramiz. Xullas mana yurtdoshlar, hozir promovkani oxirgi etapidamiz. Чисто воздух bilan suvni yuvyapmiz. Bu yerda mana filtr qanaqa holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.